Ma'lumki, 15-may jahon miqyosida xalqaro oila kuni nishonlanadi. Oila jamiyatimizning boshlang'ich bug'ini, elimizning go'zal urf-odatlari va qadriyatlarini o'zida asrovchi muqaddas mo'jaz maskan. Ezguliklar oiladan boshlanadi. Undan mahallaga ko'chadi, jamiyatga kirib boradi. Oila jamiyatning asosiy elementi sifatida insoniy qadriyatlar, madaniyat va avlodlarning tarixiy davomiyligi, barqarorlik hamda rivojlanish omili bo'lib kelgan hamda shunday bo'lib kelmoqda. Oila tufayli davlat mustahkamlanadi va xalqning turmush farovonligi ortadi. Shuning uchun ham oilalarning mustahkamlash va yanada rivojlantirish uchun ham o'sib kelayotgan yigit-qizlarimizni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashimiz, yoshlarning oilaviy hayotga tayyorlamog'imiz lozim. Buning uchun jamiyat va oilada sog'lom hamda barqaror ijtimoiy ma'naviy muhitni shakllantirmoq kerak. Turmushga chiqayotgan qizlarimiz avvalambor irodasini tarbiyalay olish kerak bo'ladi. Xalqimiz tili bilan aytadigan bo'lsak, oilaviy hayotda suv kelsa simirib, tosh kelsa kemiradigan, oila sirini tashqariga chiqarmaslik, oila mustahkamligini saqlashga harakat qilishda irodaning ahamiyati beqiyosdir desak xato bo'lmaydi. Xo'sh, oila atalmish muqaddas qo'rg'onni asrash faqatgina qizlarimizga bog'liqmi? Yo'q, albatta. Bevosita, zabardast, aql zakovatli, teran nigohli yigitlarimizning ham qo'lidadir. Ular oilalarning mustahkam qilmog'i, bevosita o'z aytar so'zi hamda qat'iy qarori bo'lishi shart. Tarixga nazar solsak, jamiyatda ayollarning o'rni beqiyos bo'lgan. Bibi xonim, Qutlug' Nigor xonim, Nodira kabi insonlarning nafaqat go'zalligi, balki donoligi ham tarix zarvaraqalariga bitilgan. Ayni haqiqatdir. Bibi xonim davlat ishlarida Amir Temurga foydali maslahatlar berganligi, Nodirani o'zi ham siyosatda yetuk arbob bo'lganligi haqida ko'p o'qiganmiz. Hozirgi kunga kelib ham ularning davomchisi sifatida tadbirkor, siyosatchi va o'z sohasida yuksak marralarga erishgan ayollarni yurtimizda ko'plab uchratishimiz mumkin.